Murosasiz janglar davom etmoqda. Va raund boshlandi. Markazni egallab oldi Erkinov yana. Lokik tegmadi, korpusga qo'l zarbasi tegdi. Quvondiqovdan yana o'zi tasodifan yuz qismiga zarba o'tkazib yubordi. Quvondiqov oyoq zarbasi manzilgacha yetib borgani yo'q. Aylanma zarba edi bu. Lokik o'tmadi. Oyoq zarbasi, chap oyoq zarbasi o'tdi Quvondiqovning korpusiga. Va hozir juda xavfli lahzani ko'rdik. Quvondiqov boshini egdi, uning gavda qismiga aylanib zarba yo'llamoqchi edi Erkinov. Boshini yaxshi ham ko'proq ekkan ekan, aks holda ham taqiqlangan zarba ko'rardik. Ham qaqshatqich bir oqibatlarga sportchilar parterda. Erkinov parterda ishlayapti. Yaxshi ishlayapti nisbatan. Quvondiqov hozir passiv himoya holatda. Oyog'ini ushlab oldi raqibining. Hozir Erkinov nisbatan yaxshi oldi. Erkinov oktagon sim devorini ushlagandi to'rni. Simga ko'p to'rni ushlamaslik kerakligini eslatdi va charchab qolyapti. Quvondiqov ko'rinib turibdi, charchagani ko'rinib turibdi, lekin chidash kerak. Majbur. Parterga kirib ketayotganda Erkinov hozir raqibining charchaganidan foydalanib qolishi mumkin. Qantorayev tim a'zosi charchab qoldi. Piskentlik Sohibjon esa bundan foydalanib qolishi kerak yoki samarasiz harakatlar bilan o'zini ham charchatib qo'yishi mumkin. Telefonga tiqib qo'ysam bo'lmasmidi? Telefonga tiqib qo'ysam bo'lmasmidi? Va jang nihoyasiga yetdi. 2-1 hisob bilan 2-1 hisobi bilan ko'k burchak g'alaba qozondi. MMA5 a'zosi. Oldingi janglarni ko'rdik, murosasiz bo'ldi. Tezkor zarbalar, tezkor holatlar. Yaxshi boshladi ko'k burchak vakili, hujumkor tarzda boshladi hozir Nuriddin. Faqat himoyalanyapti Jahongir. Hozir ko'ramiz, menimcha shu yerning o'zida jang nihoyasiga yetdi. Muddatdan oldin g'alaba qozondi Xo'jayev Nuriddin o'ta og'ir vazn toifasi bo'yicha. Toshkent shahar birinchiligi bo'yicha 61-2 kg vazn toifasida 16-17 yoshli sportchilarimiz hozir oktagon markazida turishdi. Ularni biz ham tanishtirib o'tamiz. Burxonov Faxruzbek Qantorayev tim vakili, unga demak, birinchi bo'lib kim hujumga o'tar ekanini ko'ramiz. Menimcha ko'k burchak boshlasa kerak. Shunday ham bo'ldi, lekin yaxshi kutib oldi. Korpusga qo'l zarbasi bilan qizil burchak vakili Aslidan Faxruzbek. Ularning ismlari bilan aytamizmi? Va hozir bilasizmi, kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar men hozir taxmin qilyapman, muddatdan oldin jang tugaydi. Chunki juda qaltis. Xuddi ikkalasining ham xohishi muddatidan oldin tugatish. Harakatlardan anglashimiz qiyin emas. Juda agressiv boshlashdi har ikkalasi ham. Mana parterda ham harakatlardan ko'rishimiz mumkin. Korpusga zarbalar ko'k burchakdagi sportchimizdan Faxruzbekdan. Asliddin esa himoyalanyapti. Raqibning qo'lini ushlab olgan tarzda. Menimcha hozir bo'ynini ushladi Faxruzbek. O'zi qo'yib yubordi, zarbalar yo'llayapti. Aslida esa juda noqulay vaziyatda himoyalanyapti. Ochkolar ishlayapti Faxruzbek, ochkolar ishlayapti. Ketma-ket zarbalar korpusga. Albatta bu aktivlik inobatga olinadi.
Abdumalikov esa menimcha raund tugashini kutayotgandek. Va raund nihoyasiga yetdi. Ochig'i, Burxonovda hozir juda ham qulay vaziyatlar bo'lgan edi. Demak, ikkinchi raundga start berildi. Eslatib o'tamiz, 16-17 yoshli sportchilarda 17-17 yoshli sportchilarda 2 daqiqadan 3 raund harakat qilishadi. Yaxshi. Chalish usuli va low kick zarba Asliddindan javob. Yana bitta chalish uslubiga harakat bo'ldi hozir. Faxruzbekdan yana bir oyoq zarbasi. Bu low kickmi yoki chalishmidi? Yana bitta oyoq. Birinchi raundga nisbatan yaxshiroq ishlashyapti. Aktivroq. Zarbalar ham manzilgacha boryapti. Har holda himoyaga bo'lsin yoki ochiq gavda qismiga bo'lsin. Havoda qolib ketayotgan zarbalarni ko'rmadik. Parterda ham maqsadli harakatlar, e'tibor bering. Hoppa! Faxruzbek hozir vaziyatni o'nglab olarmikan? Aslidan ortiqcha usulni foydalanib vaziyatni o'zining foydasiga hal qilishning o'rniga zarbalar yo'llayapti. Va buni Faxruzbek ko'proq amalga oshira olishini ko'rsatib qo'ydi. Mana xuddi shunday zarbalar gavdaning orqa qismiga mumkin emas. Ya'ni bel qismiga zarba yo'llashmaydi. Ko'tarish kerak. Referi ularni tik turgan holatda jangni davom ettirishga chaqirdi. Jang davom etmoqda. Ikkinchi raund 61.2 kg vazn toifasi. Ko'k burchakda Burxonov, Faxruzbek, Xanto'rayev team vakili. Qizil burchakda Abdumalikov, Asliddin, Pantera team vakili. Ikkinchi raund ham nihoyasiga yaqinlashib qolmoqda. Ko'ramiz kim qanday tugatar ekan raundni va ikkinchi raund shu lahzada nihoyasiga yetdi. Bilaman, bulardan keyin bu yog'i. Va 3-raund ham boshlandi. Hal qiluvchi raund bizda. Xanto'rayev team hamda Pantera team vakillari. Va hozir parterda juda qaltis harakat bo'ldi. Oktagonning sim devoriga tirab qo'yib, hozir korpus qismiga zarba yo'llayapti Faxruzbek Burxonov. Og'rituvchi usullarning ham ba'zilari mumkin emas. Masalan, Kimura usuli. Kimura usuli qanday ekanligini keling yaxshi kommentariyada bilganlar yozsin. Kimura aynan qaysi yakakurash turidan MMA ga kirib kelgan? Shu haqda bilganlar bo'lsa yozib qoldirsangiz. Tomoshabinlarimiz ichida sportdan xabari bor. Shunchaki janglarni tomosha qilish emas, ya'ni ularning tarixi bilan ham qiziqadiganlar borligidan mamnun bo'lgan bo'lar edik. Bizda esa jang davom etyapti. Parterda faolroq harakat qilyapti ko'k burchak vakili. Asliddin esa himoyalanishga, tik turgan holatda jangni davom ettirishga, ko'tarishlarini kutishga majbur bo'lyapti. Parterda hozir vaziyat holat yana o'zgardi. Faxruzbek uchun qulayroq vaziyat paydo bo'ldi hozir yana. Ko'ramiz hozir vaziyat o'zgartirishga harakat qilyapti Asliddin. Lekin bunga Faxruzbek yo'l qo'ymayapti. Aylana olmadi va shu yerda raund nihoyasiga yetdi. Ko'p 16-17 yoshli sportchilarimiz o'rtasida bo'lib o'tgan team vakili ko'k burchak g'alabasining guvohi bo'ldik va unga qarshi Ziyatov Faridjon Ayub team vakili. Va jang boshlandi.
Qizil burchak vakili havoda low kick o'tib ketdi. Endi ko'k burchak uni ta'qib qilyapti. Korpusga qo'l bilan zarba va takedownga harakat. Endi ular parterda harakat qilishadi. Belidan oyoqlarini o'tkazib oldi. Faridjon Ziyatov. Abdullayev Avrorbek esa bo'ynini berib qo'ydi. Hozirgi vaziyatda bo'g'ilib qoldi va g'alabani Ziyatov Faridjon o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Bosh usuli bilan Avrorbekka omad tilaymiz keyingi musobaqalarda ko'ramiz. Hamma yo'q edi, mana Bu yo'q edi. qachon keldi? Ertalab keldi. Kecha uzilishdi, ertalab tarbiya kelib qo'ydi. Ko'rganda yo'q dedi. Yana Raund 4 daqiqa davom etadi va shu raunddan keyin, o'sha yagona raunddan keyin g'olib oltin va kumush medal sohiblari aniqlanadi. Keskin boshlandi raund, jang juda keskin boshlandi. Zarbalar almashinuvi, qo'ldagi zarbalar hamon almashinuv bo'lyapti. Va oyoq zarbasiga o'tdi hozir. Ahamiyat bergan bo'lsangiz Abdulla va bo'ynini ushlab oldi. Umar esa mana shu lahzada jang nihoyasiga yetdi. Turgan holatda bo'g'ish usuli bilan Ubaydullayev Abdulla g'alaba qozondi. Navbatdagi finalchilarimizni tanishtirib o'taman. Bugun sport klubi a'zosi sportchimiz ko'k burchakda harakat qildi. Ana to'ying dastlabki finalchimiz Jo'raqulov Baxtiyor. Unga qarshi yana bir finalchimiz Xandoyev tim a'zosi qizil burchak vakili Zakirov Amir. Sportchilarni oktagon markaziga chiqamiz. Bu esa final sizlar uchun. 16-17 yo'q. Davom. Kilogramm vazn toifasida finalchilarimiz oktagon markaziga chaqirildi referi tomonidan. 3 raund 2 daqiqadan jang o'tkazishadi. Chunki ular 16-17 yoshlik sportchilarimiz. Klinchga kirib ketdi hozir. Ko'k burchak vakili Xanto'ra tim a'zosi Baxtiyor esa buni xohlamayapti. Ko'proq zarbalar bilan ishlashni xohlayapti. Bu jim vakili. Parterga o'tib ketishdi. Baxtiyor qulayroq vaziyatda, lekin albatta parterda Zakirov Amirning bazasi kurashchiga hisob qiladigan bo'lsak, menimcha birinchi soniyadagi vaziyatni o'nglab olish mumkin. Lekin bu MMA har qanday holat, har qanday vaziyat yakunlovchi bo'lishi mumkin. Va hozir e'tibor bering, sudiryapti, chiqib ketmoqchi. Parterni xohlamayapti Jo'raqulov. Zakirov esa aksincha parterga tortib olaman seni degandek harakat qilyapti. Oyog'ini ortiqcha usulga tortishi mumkin. Jo'raqulov hozir keskin zarbalar yo'llayapti va yana parterga o'tib qoldi. Amir qulayroq vaziyatni o'ziga chiqarib olishi mumkin, lekin ancha kuch sarfladi. Ochig'i finalni bir raundda hal qilishmoqchi shekilli. Juda ham keskin o'ynashyapti, juda ham keskin jang qilishyapti. Oyoqda og'rituvchi usul uchun harakat qilyapti Zakirov. Jo'raqulov Baxtiyor esa bunda jangdan mamnun emas, turgan holatda jang qilishning tarafdori ko'rinib turibdi. Chunki hozir oyog'ini iskanjadan chiqarib olish uchun ochiq harakat qilyapti. Hozir referi harakatni hozir og'zaki ogohlantirdi va o'zi ham raqibning oyog'ini ushlab oldi. Menimcha endi tik turgan holatda jang davom etishga chaqirsa kerak referi. Shunday ham bo'ldi. Raundni
vaqtni ko'p qismini parterda o'tkazdi Zakirov Amir. Jo'raqulov Baxtiyor esa tik turgan holatda jangni davom ettirishni xohlagandi. Mana o'shanday vaziyat va raund nihoyasiga yetdi. So'nggi soniyalarda aylanma zarba korpusga tegdi. Jo'raqulov tomonidan yo'llangan bu zarba. Ikkinchi raundga start berildi. Va hozir ilib oldi. Belini havoda sakrayotgan Baxtiyor Jo'raqulovning Amir Zakirov hozir parteriga olib o'tib ketdi. Juda chiroyli chiqdi hozirgi vaziyat ham va hozir parterda ham Baxtiyor shunchaki turishga harakat qilgandan ko'ra ishlab parterda o'ziga qulayroq vaziyatlar yaratib, ochkolar ishlash zarurligini ko'rsatmasini olgan ko'rinadi. Va hozir ko'rib turibmiz, ikkinchi raund ham yaxshi boshlandi. Ajoyib zarbalar yo'llandi. Parter bu hozir biroz ehtiyotsizlik tufayli bo'yin qismiga zarba o'tib ketdi. Amirning zarbasi Baxtiyor hech qanday e'tiroz bildirayotgani yo'q. Hozircha turdi, parterga o'tib ketdi. Yaxshi zarba, lekin oyog'ini ilib oldi. Har holda Baxtiyor ochko ishladi-ku, ammo Amir ham ularni yaxshi tarzda parterga tortib ularni va hozir setkani ushlagani uchun, ya'ni simtorni ushlagani uchun minus ochko berildi Jo'raqulov Baxtiyorga nisbatan. Lekin Baxtiyorning zarbalari, oyoq zarbalari sifatliroq chiqayotganiga nisbatan albatta uning ba'zisi hisobga olishimiz kerak. Mana shunday zarbalar ham kerak, albatta aktivlik kerak. Mana shunday vaziyatda ham hozir Baxtiyor zarbalar yo'llab ochko ishlashi mumkin. Turgan holatda jang davom ettiriladi deb ularni kirgizib qo'ydi. Orqaga o'girma deganday oldinga ogohlantirish berdi. Referi yana parterga kirib ketdi Zakirov Amir. Jo'raqulov parterda ham ishlashi kerak, albatta. Bu boks emas, raund nihoyasiga yetdi. Ancha kutsarlari hozir Jo'raqulov ancha kutsarlari ochadi. 3-raund oldidan 2 minutdan 3 raund. Orada 1 daqiqa sekundlar uchun tanaffus. Futbolkangni artasanmi? Niyaz başlanmi deyman? Qo'lchidanmi? Yaxshi ham. Va hozir 3-raund hal qiluvchi raund bizni oldimizda turibdi. Opponent yoshli sportchilar 65-8 kilogramm vazn toifasida. Yaxshi boshlandi hozir raund Amir uchun. Baxtiyor ham munosib javob qaytarish uchun oldinga kirib ketdi. Hozir menimcha takedown ko'ramiz. Ko'rdik. Takedown. Bu ochko, yaxshi ochko deymizlar. Ishlayapti, Amir ishlayapti. Zakirov ochkolar ishlayapti va jang nihoyasiga yetdi. 32 soniyasida. Uchinchi raund 30-soniyasiga qolgan jangda Pepsi nokaut bilan Zambiya a'zosi Jo'raqulov Baxtiyor kumush medal bilan taqdirlanadi. 64 Burxon Mabruzbek Antoyev a'zosi
qarshi Oqtepa tim a'zosi Said Murodov Komiljon tarkibida ko'radi. Qaytaman. 62 kilogramm. Qizil ko'k burchak Burxonov Nafruzbek Komilov tim. Unga qarshi Said Murodov Komiljon Oqtepa tim qizil burchak. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent shahari birinchiligimiz yoshlar o'rtasidagi MMA bo'yicha musobaqamiz davom etadi. Ko'k burchakda harakat qiluvchi sportchimiz Xantorev tim a'zosi Burxonov Fagruzbek va unga qarshi Oqtepa tim a'zosi Said Murodov Komiljon 61,2 kilogramm vazn toifasida finalchilarimizni kutib oling va janglarni kuzatib boring. Va navbatdagi finalchilarimiz Oktagón markazida yana bir bor qoidalar bilan tanishib chiqib eslatib olingach, jangga start berildi. Va jang mana shunday tarzda keskin boshlanib ketdi. Aytdim, bola chaqirmadingiz-a? Yo'q, mana shu yerda bor hozir. Men yozyapman-da, hamda yozyapman. Va это сейчас beruvchi. Bular hozir shu. Men uzoqlashyapman, o'shaning uchun bo'lyapti. Va hozir men jangni sharhlashni boshlamasimdan oldin va joyimizga joylashib olmashimizdan oldin birinchi raund. Bu 28 sekundmi? Navbatdagi oltin medal sohibi birinchi raund 28 soniyada davom etgan jangni Ortiqcha usulmidi? Ortiqcha usulmidi bu? og'rituvchi usulni qo'llagan holatda Oqtepa tim a'zosi Said Murodov Komiljon qizil burchak vakili qo'lga kiritdi. Burxonov Fagruz, Burxonov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent shahar bo'yicha yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan MMA bo'yicha musobaqamizning final bosqichidagi navbatdagi finalni tomosha qiling. 56,7 kilogramm vazn toifasi 16-17 yosh sportchilarimiz Oktagónga final jangida oltin medal uchun kurash olib borishadi. Avval Oktagónga taklif qilamiz. Ko'k burchakda harakatlanuvchi sportchimiz Ayub tim a'zosi Ziyatov Faridjon. Marhamat, qo'ling unga qarshi qizil burchakda harakat qiladi. Simma sport klubi a'zosi Jo'rayev Abdulfayz. Sportchilarimiz 56,7 kilogramm vazn toifasida o'zaro bahs olib borishadi. Marhamat, Tomosha qiling. Ketdik. Va hozir bizdagi yana bir final 16-17 yoshli sportchilarimiz o'zaro bahs olib borishadi. Referi ularga garchi bilsa ham qoidalarni yana bir bor eslatib o'tishdi. Bu final ham juda keskin bo'ladi. Bundan oldingi finalni sharhlashga ulgurmagandan hamon shokdaman ochig'i. Juda ham tez boshlanib tez tugagandi. 28 soniya bo'lgandi va bu jangni oldindan sharhlab turaman. Markazda ular aldamchi harakatlar. Hozir qizil burchak ham, ko'k burchak ham ikkalasi ham biri Simma sport a'zosi, yana ikkinchisi esa Ayub tim. Ular har ikkisi ham ayyorona jang o'tkazadi. Xohlagan soniyada mana bunday qilib ortiqcha usullarga parterga o'tib ketishi mumkin. Mana parterga kirdi Abdulfayz va uning raqibi Faridjon esa darhol bo'ynini ushlab oldi va bo'g'ish usulini amalga oshiryapti. Bizda hali yarim daqiqa o'tdi. Hozir mana bu usuldan chiqish uchun uni aylantirib vaziyatni o'zgartirib tashlamoqchi Abdulfayz.
Jo'rayev chiqib ketdi, bo'ynini chiqarib oldi, ko'p safar lekin chiqib ketdi va endi turgan holatda jang davom ettirishmoqda. Oyoq zarbasi o'tdi Abdulfayizniki. Kutib olyapti hozir Faridjon ham oldinga intilib kelyapti. Referi bu yerda aralashishga majbur bo'ldi. Sifatliroq zarbalar yo'llash kerak, raqibga kerakli jarohatlarni yetkazmaslik uchun deb aytdi. Hozir referi buni e'tirof etdi. Ko'ramiz, yana o'tdi takedown. Hozir kontrolni ishlashga harakat qilyapti Faridjon, ya'ni vaziyatni muvozanatni yo'qotmaslik uchun harakat qilyapti. O'zi uchun noqulay holatga qolmaslik uchun bo'ynini qo'yib yuborgani yo'q. Jo'rayev esa bo'ynini chiqarib olishni harakatida. Ko'ramiz, chiqarib olarmikin bu safar ham chiqardi. Endi noqulay vaziyatda qolib ketdi Ziyotovning o'zi. Ko'tarilyapti, aylandi, ushladi bo'ynidan. Ushladi. Hozir finaldagi eng muhim lahzalar bo'lishi mumkin va taslim bo'ldi. Mana shunday tarzda jang nihoyasiga yetdi. 5 soniya qolganda. Aha. O'raylik. Vazn toifasi final uchrashuvi 1 daqiqa 55 soniya davom etdi va raundga 5 soniya qolganda bo'g'ish usuli bilan Jo'rayev Abdulfayiz Zimma sport klubi a'zosi Ziyotov Alijon kumush medal bilan taqdirlanadi. Habib Energy. Assalomu alaykum barchalarga. Vita First do'konida sizlar o'zingizlarga kerakli bo'lgan sport ozuqalarini xarid qilsangiz bo'ladi. Bunga misol protein, gainer, kreatin va shu kabilar. Yoshgina bolajonlarga bo'lsa, immunitetini qo'llab-quvvatlash uchun multivitaminlar, vitamin C, kalsiy shu suyaklarni podдержка qilish uchun va yana har xil turdagi vitaminlar bersangiz bo'ladi. Manzilimiz Samarqand Darvoza Makroni ro'parasida joylashganmiz. Qoratosh 6. Barchalarni do'konimizda kutib qolamiz. Yosh sportchilarimizga kelajakda omad tilab qolamiz. Va murabbiylar tomonidan qabul qilib Menga qarab turasizda, gruppaga tashlab beraman o'zi. Menga qaraymiz. 1 2 3. Menga qaraymiz. 1 Mumkin. Yana bormi? Birinchi o'rin. Mumkin. Olqishlab qo'yamiz yosh sportchilarimizni. Menga qaraymiz. 1 Ondan kelin shartlar yo'qmi? Turamiz. Bu yoqqa qarab olamiz. Menga qaraymiz. 1 2 3. Yana bir marta. 1 2 3. Yana bir marta.
Kelinglar. Kelinglar. Menga qarang, gruppaga tashlab beraman. Bu yoqqa qarasanglar gruppaga tashlab beraman. 1 2 3. 3-chi o'rin sohibi 37 kilogramm vazn toifasida Abduqahhorov Muhammad Qodir Shohsupaga taklif qilinadi. 12-13 yoshlar o'rtasida. Muhammad Qodir, marhamat, siz ham joy oling. Joylashib oling yoniga. Ikkinchi o'rin uchun 12-13 yoshlar o'rtasida 37 kilogramm vazn toifasida Alixanov Umarxon Shohsupaga taklif qilinadi. Diplom va medallarni qabul qilib olish mumkin. Taklif qilamiz 12-13 yosh o'rtasida 40 kilogramm vazn toifasida birinchi o'rin g'olibi Xudoyberdiyev Sherxonbek taklif qilinadi. Oltin medal. Biriktir faqat. Yoniga turib berasiz. 12-13 yosh o'rtasida 43 kilogramm vazn toifasi birinchi o'rin g'olibi Hamidullayev Abdulaziz taklif qilinadi. Oltin medal va diplomlarni qabul qilib olish mumkin. Yoniga turib oling, aka. Men kelajakda oltin medallarni yukladim. Hozirjon tabriklayman, kelajakda san ham oltinlar oling. Marhamat. Sekingina. Yordam bera olaymi? Ales. Boyasang oltin bo'ladimi? Bo'ladi. Omad tilayman kelajakda. Oltin taqalarni mayli. Bo'ladi. Xalqaro musobaqalarda oltin olish nasib qilsin. Demak, oltin medal uchun 48 kilogramm 12 yosh toifasida Abduhalikov Kamronbek. Tabriklayman, yaxshi qatnashasiz. Kelajakda ham ko'p oltinlar olish nasib qilsin. Trenerlar kelib rasm tushishlar mumkin, ota-onalar marhamat. Ha, bu yoqni. Ammo mana qoldi. Prosta. Allalala bo'lib qoldi. Qarang. 20-chiga. Zalingizda ikkitasi sumka bor. Menga qaraymiz. Omon. Zo'r. Bu temagan. Buni alohida qo'yib turasizlar. Yurgan ishimizni. Yoniga turib olamiz, rasmga. Mana menga qaraveramiz. 1 2 3. Yana bir marta. Zo'r. Hadi 2 3 menga qaraymiz. Yana bir marta. Zo'r. Qarab turamiz. 1 2 3. Yana bir marta. Zo'r. Doldurayım onu.
Bu yoqqa qaraverasiz. 1 Bu yoqqa qarab turamiz. 1 2 3. Yana marta. Zo'r. Yo'lga turaverasizlar. Ketdi 1 2 3. Yana o'rnatdi. Yo'q qaraverasiz. 1 2 3. Yaxshi. Rolinglar. Yo'q qaraymiz. 1 2 3. Yo'q qaraymiz. 1 Yo'q qarab turib olasizlar. 1 2 3. Yana o'rnatdi. Ali graba Deus bom. Ketdi. Nozimlar. Bitta ayib kelib qo'ydi. Rolans. Pravila. Yo'q qaramaylik birinchi. 1 2 3. 1 2 3. Yo'q qaramaymiz bolalar. Keyin 99 ga Iya, buat nih. Ini aku. Oh, lagi Bugün kadar güzel. Yani bu
Umar aka, ozgina bu. Menga qaraveramiz. Kelinglar, shamol kiyib ko'taramiz. Yo'q, qarab turamiz. Turaveramiz yoniga. 1, 2, 3. Yo'q, qaraveramiz.